Diqqat! Ushbu video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. Junglidagi piramidalar ham shunaqa rasvo bo'ladimi? Agarda ularni men qayta qurganimda ular qanday ko'rinishda bo'larkan? Kelinglar, birinchi navbatda mana bu piramidani ko'zdan kechirib chiqamiz. Men anchadan beri bunday inshootlarning ichiga kirmagan edim. Menimcha ichida tuzoqlar ko'p bo'lsa kerak. Mana men aytmaganmidim. Yo'qollaring bu yerdan la'natsiz skeletlar. Ha, ichkarisi uncha ham yaxshi emas ekan. Zaxmi nima balo? Xullas, men bu yerni ta'mirlashim kerak. La'nati. Wow, uxti. Sandiqning ichida nima bor ekan? Tushunarli. Menimcha bu yerda qandaydir yashirin kod bo'lsa kerak. Yoki bo'lmasam yashirin sandiq bor. Lekin men bularning kombinatsiyasini bilmayman. Aha! Obbo. Mana bu chirib ketgan piramidani yaxshilab remont qilish kerak. Yaxshiyamki piramida tekis tog'larning ustida ekan. Birinchi navbatda mana bu yerni tozalab olamiz. Tozalashni daraxtlardan boshlaymiz, keyin esa musorlarni olamiz. Chunki junglida yangicha piramida bo'ladi. Qani bo'lmasam boshladik. Tushunmadim, bu yerda arvohlar uchib yuribdimi? Menimcha men kechasi yaxshi uxlamaganman, nima balo? Agar bular hujum qilsa o'lishim aniq. Xush, bu juda ham qiziq. Tushunmadim, bu yaxshimi? Menimcha fizika qonunlari Minecraftda ishlamasa kerak. Va nihoyat 1 soat deganda men barcha daraxtlarni kesib o'ldim. Mana endi yerni yaratamiz. Men birinchi mana bu yerni tekislamoqchi edim. Chunki ibodatxona bilan baravar qilmoqchi edim. Keyin o'ylab qarasam, bu yerda bloklar juda ham ko'p ekan. Men birinchi qurilishni mana shu yerdan boshlayman. Bu atrofni yopib tog' shakliga keltiraman. Jin ursin, shu paytgacha 2 soat vaqtim o'tib ketdi. Buni qurganimcha 3 soat o'tsa kerak. Kim qurilishga menga yordam beradi, kommentariyaga yozib qo'yinglar. Xo'sh, xohlovchilari bormi? Mayli, unda o'zim quraman. Xo'sh, 1 soat deganda deyarli tugatdim. Mana endi kelinglar, piramidani qurishni bir boshdan boshlaymiz. Birinchi navbatda junglidagi eski piramidani yo'qotamiz. Shoshmanglar, agar men piramidadan uzoqroq boradigan bo'lsam, piramida yo'qolib qoladimi? Agarda menda moxlik toshlar ko'proq bo'lganda yaxshiroq bo'lardi. Kelinglar, ko'proq zinalar yasaymiz. Birinchi navbat ibodatxonani zinalarini yasaymiz. Xo'sh, demak toshdan bo'lgan zinalar yuqoridagi tog'dan pastdagi dengizgacha bo'ladi. Menimcha piramida muhtasham bo'ladi. Nima deysizlar, piramidani muhtasham deb nomlaymizmi? Kelinglar, birinchi navbatda zinani qurishdan boshlaymiz. Xo'sh, mana endi zinani kengaytiramiz. Ha, mana buni mahorat desa bo'ladi. Jin ursin, har xil toshlardan qurgan ekanman. Mana birozgina g'ishlik toshlardan qo'shdim. Mana endi yana birozgina joyini tozalab olamiz. Chunki yana bir zina qurishimiz kerak. Bu zinaga men biron bir qabilani yozuvlardan yozaman. Hozir bir necha soniyalarda o'zingiz guvohi bo'lasiz. Jin ursin, bu serialni tugatgunimcha qo'lim uzilib tushmasa bo'ldi. Xullas, men bekorga mana bu qurilmalarni qurmadim. La'nati. Bir boshdan poroxlarni teramiz. Ha, bu anchagina oson ekan. Jin ursin, 2 dona poroxmi? Ha, mayli, boriga baraka. Barcha poroxlar shu yerda ekan-ku. Ko'raylikchi, qog'oz qancha ekan. Jin ursin, qog'ozni o'zi nima keragi bor menga? Menga qum kerak. Xo'sh, ko'raylikchi, ish beradimi bu? O'zi bu dinamitlarni portlatish meni rejamda yo'q edi. O'ylaymanki, u bu yerni patalot qilmaydi. Yo'q, xudoyim. Ha, mayli, hammasi yaxshilikka. Kelinglar, bu yerni hech kim ko'rmasdan tozalab olamiz. Jin ursin, men yasagan zina poyaga zarar yetibdi. Men bu zinaga qancha mehnatim ketgan edi. Mayli, ishni davom ettiramiz. Men zinalarni chetida qora toshlarni qo'yib chiqmoqchiman. Shuning uchun kelinglar, yer osti dunyosiga boramiz. Uzr Bastion, men senga tegmayman, lekin sen menga bir nechta materiallar berishing kerak. Xo'sh, men 30 daqiqa davomida qora toshlarni terdim. Undan tashqari bir nechta materiallar ham oldim. Men qidira qadimiy qoldiqlar ichidan tillo blok topib oldim. Yana bitta tillo blok, yana va yana qoyil.
Menimcha ular meni kelishimni bilgan. Bu yerni hech kim qo'riqlamas ekan. Lekin hayot unchalik ham oson emas. Mana ular. Ha, Jinorso nimalar bo'lyapti? Bu cho'chqalarning fermasimi? Ular bir-biri bilan qo'shilisharmikin? Uzr oshnalar, lekin men shunday qilishga majburman. Meni o'zingiz majbur qildingiz. Menimcha men to'g'ri ish qildim. Jinorson, axir u yerda piglinlar bor edi-ku. Ha, mayli. Yo'q to'yim. Ular oxirgisi emas ekan. Xo'sh, do'stlar, video yoqyaptimi? Mayli, bo'lmasam ishga qaytamiz. La'nati, bu yana nimasi bo'ldi? Alo? Jinorson, mana endi bloklar ko'rinmas bo'ldimi? Minecraftga nima bo'lyapti o'zi? Xo'sh, men o'zimga kerak bo'ladigan materiallarni yig'ib oldim. Mana endi bu meni juda ham ko'p vaqtimni oladi. Xo'sh, hozircha nimalar bo'lyapti? Men bir narsani tushundim. Biz qurayotgan bu proyekt men o'ylaganimdan ko'ra juda ham katta bo'ladi. Esingizdami, kichkinagina junglidagi piramida? Mana endi bunga bir qaranglar. Bu zinaning o'zi kichkinagina piramidadan 2 barobar katta. Balkim bir necha santimetr kattadir. Men bu qismda suv oqimini qurmoqchiman. Bir tomondan suv oqsa, ikkinchi tomondan ham suv oqadigan bo'ladi. Lekin hali piramidani o'zini qurilishini boshlaganim yo'q. Kelinglar, bloklarni qo'yishni boshlaymiz. Jinorson qaysi teshikdan chiqib kelyapti bu it emganlar? Tushunmadim, nima bo'lyapti o'zi? Yo'q, tavba, Jinorson. Ko'rib turganingizdek, men hali piramidani karkasini quryapman. Men hali bilmayman qurayotgan piramidam qanchalik chiroyli ko'rinishini. Men hali bunchalik katta piramidani qurganim yo'q. Kuzatishda davom eting. Bu piramida men o'ylaganimdan ham ko'ra kattaroq bo'ladi shekilli. Hali anchagina mehnat qilish kerak. Shuning uchun kelinglar, boshqa tomonni ham quramiz. Uzr yer, men seni mana bu chiroyli bo'lgan dinamit bilan portlataman. Xo'sh, dinamitlar tayyor. Menimcha bular ham yetmasa kerak. Mayli, ko'raylikchi. Xo'sh, mana endi tomosha qilamiz. O'ylaymanki, qurganlarim buzilmaydi. Hozircha yomon ketmayapti. Jinorson boshlandi. Yo'q, xudoyim, zinaning o'rtasida teshik paydo bo'ldi. Tushunmadim, u yerda dinamit yo'q edi-ku. Yo'q, bu qanday bo'lishi mumkin? Mana bu yerni tushunsa bo'ladi. Buni qaranglar. Jinorson Shalker u hali ham tirikmikin? Xayriyat, tirik ekan. Bu mening rejamda yo'q edi, lekin anchagina yerni yorib tashladik. Bitta dinamit qolgan ekan. Oshna, men seni portlatmayman. Mana endi sen meni do'stimsan. Xo'sh, bizga yana ko'proq dinamit kerak. Chunki hali bizni portlatadigan joylarimiz juda ham ko'p. Mana bu yashil tasqaraga qaranglar. Yer rangingga uray seni. O'ylaymanki, hammasi joyida. Menimcha qochib ketdi. Bo'ldi, bir uyum dinamitlar tayyor. Xo'sh, davom etamiz. O'ylaymanki, boshlagan piramidam buzilmaydi. Mana shunday uzoqdan tomosha qilib o'tirish yaxshi-da. Jinorson, nima edi bu? Nima balo, Creeper dadasini chaqirib keldimi? Jinorson, bunaqasini kutmagan edim. Men uzoqroq turganim yaxshi. Men ko'pincha hayotimni xavf ostiga qo'yib, qil ustida yurayman. Xullas, men piramidani qurishni boshladim. Qurilishni esa narigi tomondan boshladim. Mana shularni qurish uchun meni naqd 2 soat vaqtim ketdi. Jinorson, men hali yarmiga ham kelganim yo'q. Lekin meni nazarimda hammasi yaxshi ketyapti. Mana endi bu yerga suvni qo'shamiz. Shunda juda ham katta favora bo'ladi. Bizda mehmon bor. Axir bu Anvar amba-ku. Xo'sh, nimalar bor ekan? Jinorson, ular lamaga hujum qilyapti. Jinorson, nima uchun zombilar lamaga hujum qilyapti? Lamalarni qochishni. Qani tupuruni aftiga qarab. Qani lama bo'la qol. Bo'ldi, bu yerdan ketish kerak. O'ldi. Jinorson, la'nati zombi lamani o'ldirdi. Kelinglar, mana bu yerga bir nechta bloklarni o'rnatamiz. Bu yerda esa bitmas tuganmas suv ombori quramiz. Bunisi tomonda ham xuddi shunday qilamiz. Tez orada mana bu toshlarni g'ishlik toshlarga almashtiraman. Mana bularni zina deymizmi, zinapoya deymizmi, xullas. Chunki g'ishlik toshlarni piramidaning mana bu tomoniga ishlatib yubordim.
Shuning uchun ozgina chichib qo'ydik. Mana endi kelinglar piramidani qurishni boshlaymiz. Eng qizig'i shundaki, bu hali piramidani boshlanish ham emas. Shuning uchun platformani qurishni boshlaymiz. Obbo, yana rasvo bo'ldi. Jin ursin, ko'p chetga chiqib ketibman. Mana bo'ldi. Mana endi toshli g'ishtlarni platformaga qo'yib chiqamiz. Jin ursin, yana sandiqlarni to'ldirish kerak. Yo xudoyim. Hoy do'stlar, obuna bo'lish esingizdan chiqmadimi? Obbo, jin ursin, koridorda o'qiganim shu yerdan ma'lumda. Obuna bo'lingni xato yozibman. Do'stlar, aybga buyurmaysiz. Do'stlar, 1 daqiqa vaqtingizni olaman. Obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Esingizdami, men dadamga mashina sovg'a qilmoqchiman degandim. Ha, yana bir marta eslatib o'taman, dadamning mashinasi dinozavrlar vaqtidan qolgan. Hech bo'lmasa dadamga 2023-yilda ishlab chiqarilgan mashina sovg'a qilmoqchiman. Shuning uchun obuna bo'linglar. Men tushundim, bu ahmoqgarchilik. Chunki ikkita platforma ikki xil bo'ldi. Mana bitta platforma o'tlardan yasalgan, umuman bilinmaydi. Uning tepasida esa toshdan qurilgan platforma. Men piramida qurishdan oldin yana bir zinaga o'zgartirish kirgizishim kerak. Men o'yladim, balkim bir burchagida bahaybat fakel yoki bo'lmasam olov yoqish kerak. Yomon emas. Menga bu yoqyapti. Mana endi yana birozgina detal qo'shamiz va ko'ramiz ko'rinish qanday bo'ladi. Jin ursin, bu yerda baliq nima qiladi? Xayriyatki bu baliq butun oilasini boshlab kelmabdi. U ketyapti. Menimcha taslim bo'ldi. Ular 2 kishimi? 4 kishi bo'ldimi? Ha, baliqlar oilasi shu yerda. Nima deb o'ylaysizlar do'stlar? Oldimda syomka qilayotgan kamera yaxshi olyaptimi? Olov yonyapti. Demak yaxshi. Do'stlar, menda yana bir g'oya keldi. Men mana bu yerda kichkinagina konstruksiya yasamoqchiman. Bu konstruksiyaning ko'rinishi yuzga o'xshaydi. Uning yuzdan suv oqib turadi. Ko'rinishi esa so'lak oqayotganga o'xshaydi. Men buni tushuntirib berishim qiyin-ku, lekin ko'rinishi ajoyib. Salgina yuzga o'xshab turibdi. Mana endi narigi tomonni quramiz. Kelinglar, mana bu yerni bum. Ha, montaj bilan yaxshi chiqadi. Zinani qurib tugatdik. Mana endi ibodatxonaning qurilishini boshlaymiz. Men o'ylashim bo'yicha ibodatxona juda ham baland bo'ladi. Bu hali piramida emas, bu piramidaning bir burchagi bo'ladi. Kelinglar, mana bu tomonda kiradigan chiroyligina eshik quramiz. Eshikning ko'rinishi ozgina eskiroq, barglar bilan qoplangan bo'ladi. Videoni boshida ko'rsatgan junglidagi eski piramida esingizdami? Mana endi kelinglar, uni nimadir qilishga harakat qilamiz. Mana endi keyingi navbat eshik quramiz, lekin eshikning ko'rinishi ham yuzga o'xshaydi. Eshik bu katta og'iz bo'ladi. Xo'sh, deyarli mana bunga o'xshaydi. Birinchi navbatda oddiygina kvadrat yasaymiz. Birozgina kengaytiramiz. Mana shunday. Salgina oshib ketdi. Xo'sh, mana bu yerni ozgina to'g'rilaymiz. U og'izga o'xshashi kerak. Xo'sh, la'nati katta og'izni yasashimiz uchun nimadir o'ylab topishimiz kerak. Xo'sh, menimcha yomon emas. Men keyinchalik og'izning ichiga bir nechta tishlar ham qo'yaman. Mana endi keyingi qiladigan ishimiz. Xo'sh, do'stlar, topinglarchi, keyingi ishimiz nima bo'ladi? Mana bu multfilm qahramoni esingizdami? Uning ismi Dora edi. U har doim ko'zini oldida turgan narsani ko'rmaydi, la'nati qiz. Bo'pti, chalg'imaymiz, boshlaymiz. Jin ursin, cho'chqani burniga o'xshab qoldi. Mayli bo'ladi. Kelinglar, bu burunga bir nechta bloklar qo'shamiz. Mana endi navbat ko'zlarga. O'zi aslida bunday narsalar qog'ozga chiziladi, lekin Minecraftda buni iloji yo'q. Lekin na iloj, bir narsa o'ylab topamiz. Ko'zlarning ko'rinishi yomon emas. Ko'zlar. Kelinglar, ko'zlarni yanada kattalashtiramiz. Jin ursin, juda ham katta qilaverdim. Mayli bo'ladi. Mana endi ko'zlarga bir nechta bloklar bilan forma beramiz. Balkim uncha ham yaxshiroq chiqmasa kerak, lekin uzoqdan ko'rinishi yomon emas. Mana endi ozgina qora toshlardan qo'shamiz. Qora toshlar bu ko'z qorachig'ini yasash uchun kerak bizga. Mana endi ko'zning o'rtasidagi nuqtani yasaymiz. Uni bilmayman nima deyiladi. Jin ursin, ko'zning o'rtasini qanday ko'rinishda qilsam ekan? Jin ursin, shunaqa ham ko'z bo'ladimi? Mayli bo'ladi. Mana endi qasrga, to'g'rirog'i ibodatxonaga ko'rinish beramiz. Chunki uni juda ham chiroyli qilib qurishimiz kerak.
Men mana bu yerga yashil oynalardan qo'ymoqchiman. Chunki yashil oyna qursam, jungliga o'xshab qoladi. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, jungli ham yashil. Ko'raylikchi, menda yashil oynalar bormikan? Yo'q ekan. Mana endi yashil oyna qo'shamiz. Jin ursin, yashil oyna qo'ydim, nima bo'ldi? Qo'ymadim, nima bo'ldi? Bilinmaydi ham. Mana endi tom bilan shug'ullanamiz. Mana tom deyarli tayyor bo'ldi. Mana endi mana bu yer bilan shug'ullanamiz. Keyin esa boshqa joylarni ham qurib bitkazishim kerak. Xo'sh, bu meni anchagina vaqtimni oldi, lekin va nihoyat men tugatdim. Ikki tomonini ham tugatdim. Mana endi mana bu yerni ish qoldi. Balki mana shu holiga qo'yib videoni shu zahotiyoq tugatsammikin? Nima deysizlar do'stlar? Meni anchagina vaqtim tejalgan bo'larmidi? Yoki qanday deysizmi? Ikkita katta sandiq to'la g'ishtlardan bo'lgan toshlarni ishlatdim. Nimagadir menga bu bastionning narigi tomoni yoqmayapti-da. Jin ursin, nima bo'lyapti bu yerda? Voy, buvajon, bir nima deb qo'ying bularga. O'chirib o'zini biladi. Tushunmadim, bu yerda Texnoblade nima qilyapti? Men kadr ortiga o'tib, ozgina materiallar yig'ib oldim, chunki bularni ko'rish sizlarga qiziq bo'lmasa kerak. Lekin videoning oxirida junglidagi piramida juda ham chiroyli bo'ladi. Jin ursin. Jin ursin, bular bir-biriga o'xshamaydi-ku. Agar bularni mana shu holga qo'yadigan bo'lsam, hech kim hech nimani sezmaydi. Ha, bo'pti, hazillashdim. Padariga la'nat. Mana piramidaning ko'rinishi Azteklar ibodatxonasiga o'xshaydi. Lekin hozir ham ko'rinishi yomon emas. Men deyarli tugatay dedim. Agar devorlarni ko'tarib bir ikkita joyini to'g'rilasam bo'ldi, hammasi tayyor bo'ladi. Xo'sh, yana nima qursam ekan? Mana bu devordagi belgilar ham yomon emas. Mana bu yerga ozgina ekin ekib chiqamiz. Xo'sh, masalan, mana bu yerga ham ozgina yashil zona quramiz. Jin ursin, shunaqa chiroyli gullarim ham bor edimi? Kelinglar, bir nechta toshlarni g'ishtlarga almashtiramiz. Jin ursin, hammasini bir xil qilib termaslik kerak ekan. Qolganlari shunday holicha qoladi. Biz faqatgina toshlarni almashtiramiz xolos.
Xo'sh, mana bu yerni landshaftini ham ozgina to'g'rilaymiz. Mana endi oxirgi qiladigan ishim junglidan barglarni teraman. Terilgan barglarni har joyga qo'yib chiqamiz. To'g'risi men anchadan beri barglardan foydalanmagan edim. Ha, do'stlar, men barglarni yaxshi ko'raman. Chunki barglardan ko'p narsaga foydalansa bo'ladi. Agar Minecraftda qurilish qiladigan bo'lsangiz, sizlarga ham tavsiya qilaman. Barglardan foydalanish mumkin. Va nihoyat 5 kun qiyinchilikdan so'ng men qurilishni tugatdim. Junglidagi piramidaning ko'rinishi mana shu ahvolga keldi. Keyingi jumada ko'rishguncha, xayr.